Kafilchiligi обязательно matematika bilan geometriya muhimda o'rtoqlar. Uning uchun bitta moliya instituti o'qib chiqish kerak-da, shogirdga o'xshab. Bu yerda qaranglar o'rtoqlar, nima bo'lyapti? Masalan, 60 ga 120 kafil teryapmiz. Mana bu devorimiz 90, bu yog'imiz 75, bu yog'imiz 75, bu yog'imiz 90. Hop. Simmetriya qilish kerak bo'lsa, bu yog'imizdan atqod chiqib ketyapti. 45 15 qichqatga ishlamaydi. Bu yog'i ham simmetriya qilish kerak bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Yechim. Bu yoqda ko'rinmaydigan joy, kusokka bu yoqqa tiqamiz. 60 ni bu yoqqa qo'yib 30 lik so'raydi. Bittadan ikkita chiqyapti, bezatib qo'yib bo'lyapti. Bu yog'imiz 75, 60 tushyapti, bu yoqqa 15 lik kusok so'rayapti. Hop, 15 lik kusokni qayerdan olamiz? Bu yog'imizni simmetriya qilamiz. 45 dan 15 chiqadi. Bu yog'imizga bitta ishlaydi, ya'ni bu yoqdan 60, bu yog'imizga 15. Mana bundan chiqqan 15 chi bo'lsa, bu yoqqa bitta butun qo'yamiz, bu yoqqa ishlatib olamiz. Vaholanki bu yoqdan kelib chiqyapti. Atxud 0% bo'lyapti. Ozgina atxud bo'lyapti, 25 chiqyapti. Bundan chiqqan 10 sm ishlamaydi. Boshqa joylar atxud yo'q. Mana bu yoqdan ozgina bir 7 sm atrofida atxud chiqyapti. Nima yechim qilgan bo'lardinglar sizlar? Qanaqa qilardinglar? Izolyatsiya atlas bo'lyapti. Zabardast, baquvvat.